Minecraft, lekin biz hamma yoqni portlatib yuboramiz. Hozir bizda Minecraftda bu joy bor va biz 5 daqiqadan so'ng yoki 1 daqiqami, xolos bilmadim. Bu yer Minecraftda yo'q bo'ladi. Ya'ni bu bloklar. Toshli blok. Hozirroq kommentariyaga kirib, sizlar menga nechta TNT portlatishimni va qayerni portlatishimni ayting. Va men bu qarorni, ya'ni bu so'rovni bajaraman. Men bu yerda boshlashimdan oldin kommentariyaga o'tib, xuddi shu narsani yozib qoldiring. Va kommentariyalarni o'qish men uchun juda qiziqarli. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. 5 4 3 2 1 va Minecraftdan bu joy yo'q bo'ladi. Minecraft qotsa mendan emas. Qotdi. Ana boshlandi. Shunchalar TNT ko'pligidan Minecraft qotib ham ketdi. Ana. Yo do'stlar. Mana bu joylarni qarang. Yo. Bu yerda oldin sigirlar bo'lganmi, nima bo'lgan men bilmadim. Bu yerda darajalar kon bo'lgan ekan oldin bu yerda. Videoga like bosib, kommentariyaga nimani portlatishimni va nechta TNTdan foydalanishimni yozib qoldiring. Sizlar bilan men Artyom bo'lib qoldim. Videoga like bosing.